So'nggi vaqtlarda O'zbekiston mintaqada joylashgan qo'shni mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalarini har tomonlama mustahkamlashga katta e'tibor qaratmoqda. Buni Qozog'iston bilan hamkorlik misolida ham ko'rish mumkin. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, gumanitar, madaniy-ma'rifiy va boshqa sohalarda jadallik bilan rivojlanib borayotir. Buni xususan transport qatnovi misolida ham ko'rish mumkin. Joriy yilning 21-iyunidan Qozog'iston Respublikasining birinchi low-costeri bo'lgan Fly Aristan aviakompaniyasi Toshkent-Turkiston yo'nalishida haftada 2 marotaba muntazam qatnovlarni amalga oshirishga kirishdi. Ma'lumot tariqasida shuni aytish joizki, low-costerlar bular nisbatan past tariflarda xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar bo'lib, samarali faoliyat yuritish uchun majburiy bo'lmagan xizmat turlaridan voz kechadi. Tabiiyki, bunda xarajatlar ham kamayadi. Air Astana aviakompaniyasining tarkibiy bo'linmasi bo'lgan Fly Aristan aviakompaniyasi 2 yil davomida o'z havo flotidagi samolyotlar sonini 2 dan 10 taga yetkazgan holda ichki yo'nalishlardan tashqari xalqaro yo'nalishlarda ham parvozlarni yo'lga qo'ymoqda. Авиакомпания Fly Aristan – это первый казахстанский лоукостер, который начал... Fly Aristan aviakompaniyasi Qozog'istonning birinchi low-costeri bo'lib, bundan 2 yildan ko'proq vaqt muqaddam o'z faoliyatini boshlagan. O'tgan 2 yil davomida 3 milliondan ortiq yo'lovchini manzilga yetkazdik. Bu yildan e'tiboran biz xalqaro yo'nalishdagi parvozlarni ham amalga oshiryapmiz. Aniqrog'i, joriy yilning mart oyidan Istanbulga, Bishkekka reyslarni yo'lga qo'ydik. Endi Toshkentga ham parvoz qilyapmiz. Low-costerning tashkil etilishi bozor talabi bo'lib, nisbatan arzon tashuvlarni amalga oshirish imkonini beradi. Biz 180 o'rinli Airbus A320 samolyotlaridan foydalanamiz. Barcha o'rindiqlar ekonom klassga mansub. Bizda biznes klass yo'q. Shuning hisobiga ham nisbatan arzon tashuvlarni taklif qila olamiz. O'zbekiston tarixi boy, go'zal va taomlari mazali mamlakat. Qozog'istonliklar O'zbekistonga uchishni juda yoqtiradi. Endi biz Turkiston orqali shunday yangi bir imkoniyatni taklif etishimiz mumkin. Shunday qilib, endi parvozlar Nur-Sulton, Olma-ota va Turkiston shaharlaridan amalga oshiriladi. Kelgusida Qozog'istonda ham o'zbekistonlik opa-singillarimiz, aka-ukalarimizni qarshi olishdan mamnunmiz. Keling, tomosha qiling va dam oling. Так скажем, отдохнуть. Welcome to Kazakhstan. O'zbekistonliklarni aviakompaniya faoliyati, qolaversa Qozog'istonning turistik salohiyati, amalga oshirilayotgan loyihalar bilan yaqindan tanishtirish maqsadida mazkur aviakompaniya, shuningdek Empire Travel Kazakhstan turistik firmasi, Karavansaray Turkiston majmuasi va yana bir qator tashkilotlar O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari, turistik kompaniyalarning vakillari va blogerlar uchun Qozog'istonga safarni tashkil qildi. Safar Qozog'iston Respublikasining poytaxti Nur-Sulton shahridan boshlandi. Shahar mamlakatning shimoliy qismida, Ishim daryosi bo'yida, tekislikda joylashgan. Uning iqlimi keskin kontinental, ya'ni yoz issiq va quruq, qish esa sovuq va uzoq davom etadi. Yillik o'rtacha harorat Selsiy shkalasi bo'yicha 3.1 daraja iliqni tashkil qiladi. Yozda harorat kamdan kam hollardagina 40 darajadan oshishi, qishda esa 50 daraja sovuqqa yetishi mumkin. Qurg'oqchilik va kuchli shamollar ta'sirini kamaytirish maqsadida shaharni yashil belbog' bilan o'rab olishga qaratilgan yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda shaharning nomlanishi haqida ham to'xtalib o'tsak, shu choqqa qadar u Akmolinsk, Tselinograd, Oqmola, Ostona deb atalgan. Garchi bu yerda odamlar bundan minglab yillar oldin yashaganiga oid tarixiy dalillar aniqlangan bo'lsa-da, yirik shahar tuzilmasi shakllanmagan. Akmolinsk 1862-yilga kelgandagina shahar maqomiga ega bo'lgan. Poytaxt bu yerga ko'chirilganidan so'ng u Ostona deb atala boshlagan.
shaharning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi ham uning poytaxtga aylantirilishi bilan bog'liq. 1997-yilda poytaxt hozirgi Nur-Sulton shahriga ko'chirilgach, u jadallik bilan rivojlana boshladi. Bu yerda arxitektura, shaharsozlik bilan bog'liq ko'plab loyihalar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Bu esa aholi nufusining tez sur'atlar bilan ortishiga olib keldi. Agar 1996-yilda shaharda 270 ming kishi istiqomat qilgan bo'lsa, 2017-yilga kelganda ularning soni million nafardan oshib ketdi. 2030-yilga borganda taxminlarga ko'ra shaharda 1,5 million kishi istiqomat qiladi. Shahar 2019-yilning mart oyidan Nur-Sulton deb atalmoqda. Tijorat, transport, aloqa va qurilish shahar iqtisodiyotining asosini tashkil qiladi. Mamlakat iqtisodiyoti tijorat tarmog'i yalpi mahsulotiga qo'shadigan hissasi jihatidan u Olmaotadan so'ng 2-o'rinda turadi. Nur-Sulton qurilish sur'ati bo'yicha mamlakatda yetakchilik qilmoqda. U so'nggi 5 yildan ko'proq vaqtdan beri turar joy binolarining foydalanishga topshirilishi bo'yicha birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Shahardagi sanoat ishlab chiqarishi asosan qurilish materiallarining tayyorlanishi bilan bog'liq. Investorlar e'tiborini jalb qilish va yangi raqobatbardosh ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun bu yerda maxsus iqtisodiy hudud faoliyat olib bormoqda. Nur-Sultonda tarixiy inshootlar deyarli yo'qligi tufayli yangi inshootlar shahar ramziga aylanmoqda. Ulardan biri bu Ostona Boyterak monumentidir. Bayterak yoki Boyterak 1997-yilda poytaxt Olmaota shahridan o'sha paytdagi Akmola, hozirgi Nur-Sulton shahriga ko'chirilgach barpo etilgan. Boyterak bu yosh, mustahkam, gullab yashnayotgan daraxt bo'lib, tarixiy ildizlarga, mustahkam tayanchga ega, ko'kka bo'y cho'zgan, ya'ni kelajakka intilgan mamlakat ifodasidir. Boyterak monumentining balandligi 97 metrni, yuqori qismiga o'rnatilgan shar bilan birgalikda esa 105 metrni tashkil etadi. Uning yuqori qismiga o'rnatilgan sharning diametri 22 metr. Boyterak monumenti Nur-Sulton shahrining ramzlaridan biridir. Inshootning pastki qismi yerga 4 metr kirib boradi. Akvarium va Boyterak mini galereyasi shu yerda joylashgan. Shu yerdan liftda monumentning eng yuqori qismiga, ya'ni sharga chiqish mumkin. Shar ichida esa bar va panorama zali joylashgan. Ramziy ahamiyat haqida to'xtalganda yana shuni aytish joizki, Boyterak mamlakat xalqi hayotidagi yangi bir davrning boshlanishi, shuningdek, qadimgi ko'chmanchilarning kosmogonik tasavvuri ifodasi hamdir. Было решено взять за основу легенду о древе жизни. Asos sifatida ildizlari bilan zaminni, shoxlari bilan osmonni tutib turgan hayot daraxti Boyterakni olishga qaror qilingan. Afsonalarga ko'ra, yana har yili Boyterakka oltin tuxum qo'yadigan semur qushi ham bo'lgan. Yer osti dunyosidagi ajdorxo esa bu tuxumni yeb qo'yishga uringan. Shu tariqa ajdodlarimiz kun va tunning almashinishini, ezgulik va yovuzlikni ifodalagan. Ushbu afsona Boyterak uchun asos sifatida olingan va so'ngra arxitektorlar eskizlar bo'yicha mana shunday yodgorlikni yaratgan. Uning eng yuqori qismida 97 metr balandlikda tomosha maydonchasi bor. Bu ham ramziy ahamiyatga ega. U poytaxtning Olmaotadan Akmolaga ko'chirilishini ifodalaydi. Год переноса столицы из Алматы в Акмолу. Nur-Sulton Qozog'istonning nafaqat siyosiy, iqtisodiy, balki madaniy markazi hamdir. Bu yerda tez-tez yirik madaniy anjumanlar, sport uchrashuvlari va xalqaro ahamiyatga molik tadbirlar o'tkaziladi. 2017-yilda kelajak energiyasi shiori ostidagi xalqaro ixtisoslashtirilgan Expo ko'rgazmasi Nur-Sulton shahrida o'tkazilgandi. Unda dunyodagi 115 ta mamlakat va 20 ta xalqaro tashkilot ishtirok etgandi. Ko'rgazma o'tkazilishi munosabati bilan shaharda yirik majmua bunyod etildi. Sfera shaklidagi Nur Olam binosi ko'rgazmaning asosiy obyektlaridan biriga aylandi. Shar shaklidagi mazkur binoning balandligi poydevori bilan qo'shib hisoblaganda 100 metrni tashkil etadi. Diametri esa 80 metrga teng. Shuni aytish joizki, mazkur bino sfera shaklidagi dunyodagi eng yirik inshootlardan biri hisoblanadi.
Ko'rgazmaning kelajak energiyasi deb nomlanganligi bejiz emas, chunki so'nggi vaqtlarda sayyoramizning energiya resurslaridan oqilona foydalanish global miqyosda juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ko'rgazma esa qayta tiklanuvchi energiyaning istiqbolli ekanligini namoyish etishni o'z oldiga asosiy maqsad sifatida qo'ydi. Tabiiyki, ko'rgazmaning o'tkazilishi yangi bir majmuaning bunyod etilishini talab etardi. Eng yaxshi eskiz g'oya xalqaro arxitektura tanlovida dunyodagi 100 dan ortiq kompaniya ishtirok etdi va unda Chicagodagi Adrian Smith plus Gordon Gill Architecture kompaniyasi g'olib deb topildi. Loyiha bo'yicha asosiy ishlar Shveysariyaning IT Engineering kompaniyasi tomonidan amalga oshirildi. Ko'rgazmada ishtirok etgan mamlakatlarning pavilyonlari 47160 kvadrat metr maydonni egalladi. Hozir mazkur pavilyonlardan turli maqsadlarda foydalanilmoqda. 2017 года, после Экспо, был создан Astana Financial 2017-yildan so'ng, ya'ni Expo ko'rgazmasi o'tkazilgandan keyin shaharda moliyaviy markaz tashkil qilindi. Он как раз-таки базируется Uning butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi yirik moliyaviy markaz bo'lishi rejalashtirilmoqda. U aynan ko'rgazmadan so'ng qolgan pavilyonlarda joylashgan. Там находится U yerda shuningdek Axborot texnologiyalari universiteti ham joylashgan. Nazarboyev universitetining markazi ham shu yerda. Bundan tashqari ko'plab kichikroq kompaniyalar ham ko'rgazmadan so'ng bu yerdagi binolarni ijaraga olgan. помещение после выставки. Majmuaning asosiy pavilyoni bo'lgan Nur Olam sferik binosi bugungi kunda kelajak energiyasi muzeyi sifatida faoliyat olib bormoqda. U Qozog'istondagi kelajak energiyasiga bag'ishlangan birinchi texnologik muzeydir. Binoning qurilish konsepsiyasi asosida yangi yashil texnologiyalar davri boshlanishidan oldingi so'nggi neft tomchisi g'oyasi yotadi. Binoda 8 ta qavat bor va ularning har biri ma'lum bir konsepsiyani aks ettiradi. Aniqrog'i, koinot energiyasi, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, kinetik energiya va suv energiyasi interfaol kompozitsiyalar tarzida namoyish etiladi. Ya'ni ularni ushlab ko'rish, tajribalar o'tkazish va hatto keluvchilarning o'zlari ilmiy tajribaning bir qismiga aylanishi mumkin. Nur Olam sferik binosidagi e'tiborga molik konstruksiyalardan biri bu oynavand ko'prikdir. Bu yerdan salkam 80-90 metr chuqurlikdagi obyektlarning deyarli barchasi ko'rinib turadi. Ma'lumot o'rinda aytish joizki, bu yerdagi shisha panellar 3 qator maxsus shishadan ishlangan bo'lib, har bir shisha panel 7 tonnagacha og'irlikka dosh bera oladi. Bino devorlariga fotoelektrik panellar o'rnatilgan. Yuqori qismida esa shovqinsiz shamol generatorlari ishlab turibdi. Sakkizinchi qavatda tomosha maydonchasi bor. Bu yerdan shahar manzarasi juda yaxshi ko'rinib turadi. Bu yerda shuningdek, kelajakda shahar o'zini elektr energiyasi bilan qanday ta'minlashiga oid ma'lumotlar bilan ham tanishish mumkin. Rejaga ko'ra 2050-yilga borganda u o'z ehtiyoji uchun zarur bo'lgan energiyaning 50%ni qayta tiklanuvchi manbalardan olishi lozim. Muzeyda doimiy ko'rgazmalar o'tkazilishi bilan bir qatorda ma'ruzalar o'qiladi. Maktab o'quvchilari va talabalar uchun ochiq darslar ham o'tkaziladi. Muzey so'nggi ilmiy ishlanmalar asosidagi yangi eksponatlar bilan to'ldirib borilmoqda. Endi Qozog'iston shimolidan uning janubiy qismiga, aniqrog'i Turkiston shahriga o'tamiz. Turkiston Qozog'istondagi eng qadimiy shaharlardan biri hisoblanadi. Hozirgi shahar joylashgan hududdagi eng qadimiy aholi punkti eramizning 500-yillarida paydo bo'lgan. 10-asrda u Shavgar, 12-asrdan esa Yassi deb atala boshlangan. Shaharning yangicha nom bilan Turkiston deb atalishiga oid ma'lumotlar 15-asrga taalluqli. Shahar 20-asrning ikkinchi yarmidan yirik sanoat, ta'lim, madaniyat va turizm markaziga aylana boshlagan.
So'nggi yillarda bu yerda bir qator yirik arxitektura qurilish loyihalari amalga oshirilmoqda. Ana shunday loyihalardan biri bu Karavansaray Turkiston majmuasining barpo etilishidir. Buning natijasida qadimiy shahar markazida o'tmish va kelajakka sayohat qilish imkonini beruvchi yana bir yangi shaharcha paydo bo'lgandek taassurot uyg'onadi. Uning ko'chalari bo'ylab nafaqat sayr etish, balki butun majmua bo'ylab o'tuvchi kanal orqali qayiqda sayohat qilish ham mumkin. Biz hozir mazkur Karvonsaroy hududida joylashgan suv yo'li bo'ylab qayiqda harakatlanyapmiz. Mazkur suv yo'lining uzunligi 1 kilometrni tashkil etadi. Mazkur suv yo'li bo'ylab harakatlanish jarayonida 1,5 ming o'ringa mo'ljallangan arena, bundan tashqari ikkita mehmonxona, turli xil savdo markazlari, oilaviy ko'ngilochar markaz va boshqa obyektlarni tomosha qilish mumkin. Umumiy maydoni 53 ming kvadrat metrni tashkil etuvchi mazkur majmua 2021-yilning aprel oyida foydalanishga topshirilgan. Uni barpo etishda qadimgi sharq ertaklari usulidan foydalanilgan. Aniqroq aytganda, u ertaklarda ta'riflangan shaharchaga o'xshaydi. Shu bilan birga u zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashib ketgan. Bu yerga kelgan kishi Turkiston shahri tarixi, mashhur tarixiy shaxslar, milliy hunarmandlik va sport turlari bilan yaqindan tanishdan tashqari dam olishi, xaridlarni amalga oshirishi mumkin. Umuman olganda, u o'ziga xos turistik markaz hisoblanadi. Караван-сарай Туркестан – это многофункциональный туристический комплекс, где для гостей отеля... Karavansaray Turkiston ko'p vazifani bajaruvchi turistik majmua bo'lib, mehmonlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Majmuamiz 2021-yilning aprel oyida ochilgandi. Shundan beri bu yerga har kuni 2000 nafarga yaqin kishi kelyapti. Ularning aksariyatini qozog'istonliklar tashkil qiladi. Biz shuningdek boshqa mamlakatlardan ham mehmonlarni qarshi olishni rejalashtiryapmiz. Buning uchun bizda maxsus dastur ishlab chiqilgan. Bulardan biri arenada otlar ishtirokida o'tkaziluvchi tomosha bo'lsa, ikkinchisi qayiqlar paradidir. Unda ushbu majmua uchun maxsus sahnalashtirilgan suzuvchi spektakl, qiz jibek va to'lagan namoyish etiladi. Bu yerda har bir detal, har bir nom milliy jihatlarni aks ettiradi. Keluvchilarni, mehmonlarni Qozog'iston xalqi tarixi va madaniyati bilan tanishtirish uchun ham shunday qilingan. Это было сделано для того, чтобы познакомить людей, познакомить гостей с историей и с культурой народа Казахстана. Shunday qilib, Karavansaray Turkiston majmuasida ikkita zamonaviy mehmonxona, an'anaviy va zamonaviy usullarni birlashtirgan savdo markazi, food court va boshqa obyektlar mavjud. Savdo markazi va oilaviy ko'ngilochar markaz birgalikda bir yilda 300 minggacha kishini qabul qilishi mumkin. Bundan tashqari keluvchilarga mahalliy an'analar va madaniyat haqida juda yaxshi tasavvur hosil qilish imkonini beruvchi bir qancha ko'ngilochar tadbirlar ham taklif etiladi. Majmuadagi diqqatga molik obyektlardan biri bu Oltin Semurg deb nomlanuvchi uchar teatrdir. Dunyoda 20 ga yaqin shunday teatr bor xolos. Bu mintaqada amalga oshirilgan o'ziga xos loyihalardan biri bo'lib, keluvchilarga afsonaviy Semurg qushi bilan birgalikda Qozog'iston kengliklari, xushmanzara maskanlari, shahar va qishloqlari uzra parvoz qilish hamda ularning manzarasidan bahramand bo'lish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar va maxsus effektlar tufayli parvoz xuddi haqiqiydek tuyuladi. Majmuaning o'z otxonasi ham bor. Bu yerdagi 18 bosh otning barchasi Yevropadan keltirilgan bo'lib, ularning hammasi Andalusiya zotiga mansub. Otlar shu sohada katta tajribaga ega mutaxassislar nazorati ostida parvarish qilinadi. Otlar ishtirokida shou dasturlari namoyish etiladi. Ana shunday dasturlardan biri qozoq xalqining qiz quvish an'anasiga asoslanadi.
Namoyish romantik xususiyatga ega ekanligi bilan cheklanmaydi. Unda shuningdek, muhabbat yo'lidagi afsonaviy sayohat ham o'z ifodasini topadi. Qahramonlar otlar yordamida barcha qiyinchiliklar va to'siqlarni yengib o'tgan holda o'z maqsadiga erishadi. Musiqachilar va barabanchilar, raqqoslar va akrobatlar, bularning barchasi birgalikda tomoshabinlar e'tiborini jalb qiladi. Va albatta, so'nggi olishuv ham hech kimni befarq qoldirmaydi. Yana bir qiziqarli shou dasturida ham muhabbat qissasi namoyish etiladi. 16-asrga oid qozoq xalq afsonasi Qizjibek va To'lagan tomoshabinlar e'tiboriga Ertaknamo shaharcha fonida maroqli qayiqlar paradi tarzida havola qilinadi. Qahramonlikka yo'g'rilgan mazkur muhabbat qissasi raqs, yorug'lik va musiqa bilan birlashib ketadi. Har bir qayiq butun namoyish davomida har xil qahramonlarni ifodalaydi va tomoshabinlarni hayolatga to'la sayohatga chorlaydi. Dastur fantastik favvoralar shousi bilan yakuniga yetadi. Qozog'istonning Turkiston shahri joylashgan janubiy qismida tarixiy maskanlar, muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar bir talay. Ulardan biri bu Ukkosha ota ziyoratgohidir. U Turkiston shahridan shimoliy yo'nalishda Hazrati Sulton davlat madaniy tarixiy muzey qo'riqxonasi hududida joylashgan. 90-yillargacha bu yerda maqbara bo'lmagan. 1990-yil maqbara tiklangan. Mahalliy aholi 22 metrli qabr egasi sahoba Ukkosha bo'lganiga ishonadi. Islom dini ravnaqiga katta hissa qo'shgan sahobalardan biri Ukkosha ota haqida xalq orasida afsonalar yuradi. Afsonalarga ko'ra, urush chog'ida uni nayza bilan ham, qilich bilan ham o'ldirishning imkoni bo'lmagan. Faqat tonggi ibodat vaqtidagina uning tanasi bo'shashar ekan. Chunki u bu paytda dunyoviy hayot haqida umuman o'ylamas ekan. U o'z tanasi bilan bog'liq sirni rafiqasiga aytadi. Bu paytda uyda bo'lgan shum kampir ushbu gapni dushmanlarga yetkazadi va ular Ukkosha ota ibodat qilayotgan paytda boshini tanasidan judo qiladi. Ushbu qabrning 2 metrida uning tanasi yotibdi. Qolgan 20 metri qon to'kilgan joy deb hisoblanadi. Qon to'kilgan joylar ham tosh bilan yopilgan. Shuning uchun ham qabrning uzunligi 22 metrga teng. Rivoyatlarda aytilishicha, farishtalar uning boshini olib, bu yerdan taxminan 800 metr masofadagi toqqa olib borgan va o'sha yerdagi quduqqa tashlagan. Uning suvi esa yerosti daryolari orqali Makka-i Mukarramadagi Zamzam bulog'iga tutasharmish. Ukkosha ibn Mihson haqiqatan ham tarixiy shaxs bo'lgan. Bir qator manbalarda uning 638-yilda hayotdan ko'z yumgani yodga olinadi. Biroq uning Markaziy Osiyoga kelganligini isbot etuvchi tarixiy dalillar yo'q. Shu bois Turkistondagi qabr ramziy ahamiyat kasb etishi, u haqidagi afsonalarning yuzaga kelishi esa islom dinining mintaqada keng yoyilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Endi maqbaradan Ukkosha otaning boshi tushib ketgan deb hisoblanuvchi quduq tomon yo'l olamiz. U Ukkosha ota qudug'i deb ataladi. Xo'sh, Ukkosha ota qudug'ining o'ziga xos xususiyati nimadan iborat? Mazkur quduqning kim tomonidan va qachon qazilganligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Mazkur quduqning chuqurligi 28 metrni tashkil etadi. E'tiborli tomoni, u boshqa oddiy quduqlar kabi vertikal emas, balki egri-bugri tuzilishga ega. Quduq bilan ham bog'liq bir qancha afsonalar mavjud. Quduqda suv har doim ham bo'lavermaydi. Emishki, hayotda kim to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lsa, u tashlagan chelak suv bilan chiqarkan. Aks holda suv chiqmasmish. Bunday qarash mantiqan asossiz ekanligi kundek ravshan. Biroq quduqni ko'rish istagida bo'lganlar soni kamaymayapti.
Turkiston shahridagi muqaddas ziyoratgohlardan biri bu shubhasiz Yassaviya tariqatining asoschisi Hoji Ahmad Yassaviy maqbarasidir. U Hazrat Sulton tarixiy madaniy muzey qo'riqxonasining markaziy obyekti hisoblanadi. Mazkur maqbara Yassaviy vafotidan so'ng oradan 233 yil o'tgach sohibqiron Amir Temurning farmoyishiga binoan qurdiriladi. Ayrim tarixchilar bo'lg'usi majmua loyihasini tayyorlashda sohibqironning shaxsan o'zi ishtirok etgan va uni barpo etish bo'yicha o'z ko'rsatmalarini bergan deb hisoblaydi. Biroq 1405-yilda Amir Temur vafot etgach, majmua qurilishi ham to'xtab qoladi. Bu vaqtda uning faqat peshtoqigina bitmay qolgandi. Keyinchalik Buxoro amiri Abdullaxon II maqbara qurilishini yakuniga yetkazish uchun mablag' ajratadi. Inshootni bunyod etishda Samarqandda qo'llanilgan, o'z davrining ilg'or arxitektura qurilish usullaridan foydalanilgan. Bugun majmua o'sha davrga oid eng yaxshi holatda saqlanib qolgan inshootlardan biri hisoblanadi. Maqbara peshtoqlari va gumbazlari bo'lgan to'g'ri burchakli juda katta bino. Arkali peshtoqning balandligi 37,5 metrga, asosiy gumbazining balandligi 44 metrga, diametri 22 metrga, tashqi devorining qalinligi qariyb 2 metrga, markaziy zal devorining qalinligi esa 3 metrga teng. Maqbara Markaziy Osiyodagi eng katta g'ishtin gumbazlardan biriga ega. U birdamlik va mehmondo'stlikni ifodalaydi. Shu bois ham gumbazning o'lchamlari va tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor qaratilgan. Qurilishda qo'llanilgan g'ishtlar Amir Temurning buyrug'iga binoan Sayramdan, qabrtosh esa Tabrizdan keltirilgan. Majmua ichida maqbara, masjid, kutubxona, katta va kichik saroy, 35 ta hujra, quduqxona, oshxona mavjud. Majmua xonaqohiga ulkan toy qozon o'rnatilgan. Ramziy ma'noda suv solish uchun mo'ljallangan qozon 1399-yilda mahalliy hududdan qazib olingan 7 xil ma'dan qotishmasdan tayyorlangan. Qozonning suv sig'imi 3000 litrni, diametri 243,4 sm, og'irligi esa 2 tonnani tashkil qiladi. Toy qozonning ichida hech qanday yozuv yo'q. Tashqi qismiga Qur'oni Karimdan oyatlar, hadisi sharif, qozonning Amir Temur buyrug'iga binoan Hoji Ahmad Yassaviy maqbarasi uchun quydirilganligi haqidagi yozuv va ustaning ismi sharifi yozilgan. Toy qozon 1935-yili hozirgi Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyiga olib ketilgan. 1989-yili Turkistonga qaytarilgan. Hazrat Sulton yodgorlik majmuasi Ahmad Yassaviy maqbarasidan tashqari tarixning turli davrlarida bunyod etilgan yana bir qancha yodgorliklarni ham o'z ichiga oladi. Ularning orasida Mirzo Ulug'bekning qizi Robiya Sulton begim maqbarasi, Yesimxon maqbarasi ham bor. Ularning barchasi mintaqa xalqlarining o'tmishi haqida boy taassurot qoldiruvchi katta xazinadir. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarning turli jabhalarda ravnaq topishi mana shu xazinadan bahramand bo'lish imkoniyatini oshiradi va hamkorlikning yanada mustahkamlanishiga munosib hissa qo'shadi.